havo isishi bilan Toshkent aholisining juda ham ko'pchiligi amnaqa tog'li hududlarga aylanishni, sayrga chiqishni yaxshi ko'rishadi, lekin bitta narsaga ahamiyat berishmaydi. Ya'ni quyidagicha kasallikka ega bo'lgan insonlarda bunaqa havoli joylarga chiqish umuman tavsiya etilmaydi. Birinchisi, yurak kasalliklarida bunaqa holatda tog' cho'qqilariga chiqqanda u yoqda kislorod kam bo'ladi va bosim juda ham past bo'ladi. Bu holatda kasallik yana ham kuchayib ketishi mumkin. Ikkinchi, o'pka kasalliklarida bunaqa holatda kislorod yetishmovchiligini hisobiga o'pka qon tomirlarida bosimni ortishi kasallikning kuchayishiga sabab bo'ladi. Uchinchisi, nevrologik kasalliklar, xususan epilepsiya. Bunaqa holatda kislorod yetishmovchiligi natijasida ayniqsa tutqanoq xavfi kamida 5 barobarga oshib ketishi mumkin. Juda ham ko'pchiligimiz e'tibor bermaydigan, lekin ayni vaqtda eng dolzarb muammolardan biri homiladorlikning oxirgi bosqichida tog'li hududlarga chiqish umuman tavsiya etilmaydi. Buning sababi kislorod yetishmovchiligi tug'ilajak bolaga hamda onasi uchun xavfli bo'lishi mumkin. Bu videoni yoz kelishi bilan birdaniga toqqa chiqib oladigan tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar. Zero video ular uchun ham manfaatli bo'ladi inshaalloh. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.